Bugun qaynona yonimdan o'rgangan Napoleon retseptim bilan bo'lishaman. Mazasi bolalikni eslatuvchi ta'm. Idishimizga 1 piyola sut, 1 piyola yog', 2 dona tuxum sarig'i, yarim choy qoshiq chayni sodani solib yaxshilab aralashtirib, tepasidan 500 gram unni solib, uni ham yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamir qilib olamiz. Xamirimizni teng oltita zuvalachalarga bo'lib tindirishga olib qo'yamiz. Xamirlarimiz tingunicha krem tayyorlab olamiz. 800 ml sut, 200 gram shakar, 3 osh qoshiqda unni solib, gazimizni past olovga qo'yib, tepasida tinmay aralashtirib turamiz. Krem tayyor. Tingan zuvalalarimizni bittalab olib yoyib, duxovkamizning listini to'ntarib, 180 gradusda pishirib olamiz. Pishib chiqqan korjlarimizni ustiga kremimizdan yaxshilab surkab, shu tariqasida Napoleonimizni yig'ib olamiz. Bitta korjini esa bezak uchun foydalandim. Chopper yordamida yaxshilab maydalab, tepasiga uvoqni sachib chiqamiz. Korjlarimiz kremiga yaxshilab to'yib olgungacha esa zalofanga o'rab 5-6 soatga olib qo'yamiz. Yumshoqqina Napoleon tayyor. Hozirgi kunda Napoleonlarning turlari juda ham ko'p, bunisi esa boshqacha. Chunki buni bizning onalarimiz bolaligimizda tayyorlab berishgan. Sizning onangiz bolaligingizda yana qanday taomlar yoki shirinliklar tayyorlab bergan va qaysilari hozirgi kunda legendaga aylandi deb o'ylaysiz?